Qaranglar, YouTube'da kuzatuvchilar mana million daromad qilsa bo'ladigan mana bu tomonlarda ham. Mana o'zimizda vodiyda mana shu tovuqlarimiz mana akamizdan, tadbirkor akamizdan sotilyapti. Mana do'stlar, uy sharoitida ayol kishi bo'lsangiz ham uyda o'tirib pul topishni olasangiz, hozir mahalla ko'ylarda ham marketlar, magazinlar ko'payib ketdi-yu. 10 tasini olsangiz 20 ta, 2 kunda 20 ta tuxum tug'ib qo'yar ekan. Mana tadbirkor akamiz o'zlari aytishyapti. Emlash, boshqa bu tovuqlar zoti qanaqa, nima yeydi, bir to'liq ma'lumot berib yuboring tovuqlaringiz haqida. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Tartibga e'tibor beramiz. Kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Xo'p, hozirda bu yerda Serebristi Adler tovuqlarini 2 xil partiyadagilari parvarish qilinyapti, sotuvga qo'yilyapti. Mana ko'rishingiz mumkin, bir chiroyli xorozlari bir saf tortib turishibdi. Xo'p, bular 1 yasharli xorozlar. Bular zotdora, oddiy o'zimizning jaydari tovuq emas. Yo'q, bular asosan tuxum, go'sht va chiroy yo'nalishida, ya'ni dekorativniy yo'nalishida parvarish qilinadigan zot. Asosan Qirg'izistonda tarqalib, O'zbekistonga kirib kelyapti va ko'plab insonlarda xonadonida. Qisqacha savol, hurmatli kuzatuvchilar, xo'roz tug'adimi, tug'maydimi? Yo'q, xo'roz tug'maydi, tug'dirish vazifasini bajaradi. Yashang. Qolgan ma'lumotni berib borasiz. Xo'p. Xo'rozlarni agar go'sht yo'nalishi ham aytib o'tdik, xo'rozlarni agar yaxshi parvarish qilinsa 3,5-4 kilogacha go'sht beradi. Makonlari 2,5 kilogacha. Tuxum yo'nalishida esa yiliga 260-270 tagacha tuxum beradi. 1 yilda bitta makoningiz? Ha, 1 yilda bitta makon o'zidan 260-270 tagacha tuxum qoldiradi. Ya'ni bu degani bir kunda ag'ba bitta tug'adi. Ha, 3 kun, 4 kun tuxumlasa 1 kunda ham shu tartibda ketadi. Ha. Tushunarli. Ya'ni oddiy uy sharoitida 3-4 million puli bor odam ham uyiga bitta bunaqa kataydi qilib, shetdan bir 20 ta 30 ta tovuq olsa, uy sharoitida bemalol oziq-ovqat magazinlariga kunda 20 ta 30 ta tovuqdan 20 ta 30 ta tuxum yetkazib bera olar ekanda. Buni asosan gapingizda bo'ldi. Buni asosan iste'mol uchun emas, tuxumlarni jo'ja oshtirish uchun ko'pchilik foydalanadi. Chunki bu hali o darajada keng tarqalmaganligi uchun asosan bunda faqat nasl olishyapti xolos hozirda. Chunki bularning tuxumlari o'zimizda jaydari tovuq tuxumlariga qaraganda qimmatroq. Ya'ni sezonda erta bahorda bularning tuxumlarini bir donasi 10 ming so'm, hozir endi sezon sal qaytganligini hisobiga bir dona tuxumda 5 ming so'mdan yig'ib beryapmiz. Sabab nimaga qimmat? Hali ko'p tarqalmagan. Hali arashan qo'yib palon zot yangiligini, yangicha zot bo'lganligini hisobiga. Xuddi shunday. Bizda hozir bu yerda 2 xil partiya bor. 1 yasharli tuxumlab turayotganlari, mana ichkarida katagimizda esa 4 oylik variant, ya'ni endi tuxumga kiradigan variantdagilari bor. Kimdir misol uchun tayyor hosilini ko'raman deydiganlar bo'lishi mumkin. Yoki masalan o'zimda xonadonda o'zim tarbiyalab olaman degan maqsadda yoshrog'ini so'rayotganlar bo'lishi mumkin. Shularga ham 2 xil variantdagilari bor. Nimami daromad qilaman deganlarga qaysi birini tavsiya qilasiz? Xo'roz yoki makon? Endi biri-birini kiydirib ketadi-da. Misol uchun jo'ja oshtirish maqsadida bo'lsa, albatta 4 ta tovuqqa bitta xo'roz qo'shib olish kerak. Chunki xo'roz tuxumlarni urug'lantirib berish vazifasini bajaradi. Faqat tuxumda o'ziga bo'ladigan bo'lsa, biz xudo orza 5-sentyabrda dominant degan zotimizdan ham keladi. U faqat 100% makon keladi. O'shalar faqat tuxumda o'ziga ham bo'laveradi. Hozir sizni eshitib o'tiribman, hurmatli kuzatuvchilar. Haligi biz tushunmaydigan bu haqida bir nimamisiz, mutaxassismisiz yoki oddiy uy sharoitida tushunib yetganmisiz bular? Biz endi havaskormiz. Ko'p yillardan beri shug'ullanamiz shu sohaning ichidamiz. Endi buni hozir puli oddiy jaydari tovuqqa nisbatan sizlarga misol uchun yangi qiziquvchilar bo'lsa, taqozoda bu qimmatli tuyuladi. Lekin bu sohaning ichida yurganlarga misol uchun buni narxini aytilsa, 100% arziydi. Narxi o'sha nimaga qiymatiga arziydigan darajadagi parandalar. Tushunarli. Hozir bular oila qilib sotilyapti. Ya'ni bitta xo'roz 4 ta makon qilib sotilyapti. Tuxumdagilari 200 ming so'mdan kelishtirib berilgan holatda. Ichkaridagi endi tuxumga kiradiganlar, bular ham 1,5-2 oy uzog'i tuxumga kiradi. Bular bitta xo'roz 4 ta makon qilib sotilyapti. Bularning narxi donasi 150 ming so'mdan. Hozir biz boshida tuxum tug'adi dedik. Bormi tug'yotgan? Mana shu tashqaridagilar hammasi tuxumlab turganlari, tuxumlarni mana bu gnezdolari bor. Har yarim soatda yig'ishtiryapmiz. Sabab kunda issiq qismida qolib ketadigan bo'lsa, bizdan olayotganlar asosan inkubatorga jo'ja oshtirish uchun olishyapti, aynib qoladi. Shu sababli darrov yig'ishtirib olyapmiz tuxumlarini. Chunki makon ko'p, bunisi bo'lmasa bunisi tug'ib ketaveradi. Shunaqa. Hurmatli kuzatuvchilar, mana akamizda mana shunchalik jo'jalarni kichkinaligidan olib turib, mana shunaqangi katta tovuq bo'lib, xo'roz bo'lguncha boqqan mehnatlariga bittadan laykni bosib ketinglar. Kimga kim mana shunaqangi tovuq boqish, xo'roz boqish, daromad qilish biznesi qiziq bo'lsa, mana akamiz to'liq ma'lumotni berdi. Xudo xolasa
qiziq bo'lsa mana uy sharoitida katagi haqida ham ma'lumot bering. Katalar ba'zilar aytadi, katagi tagi styashka bo'lish kerak, ba'zi u deydi, ba'zi keng bo'lish kerak, ba'zi bir shu haqida ham bitta ma'lumot bering qisqacharoq. Oddiy tuproqda o'zi bo'lgani yaxshi, chunki har xil parazitlarni o'zi tuproqqa belanib turib yo'q qiladi. Agar beton bo'ladigan bo'lsa, birinchida ishqalana olmaydi, ikkinchidan kaftiga, ya'ni panjasiga qadoq degan narsa chiqadi, qattiqligini hisobiga. O'shaning uchun oddiy yer turgani yaxshi. Ya'ni qancha bir 10 ta tovuq olishsa, qanchaki joyda boqsa bo'ladi buni? 2 ga 3 bemalol 10 ta tovuqqa bo'ladi. Yetadi. Mana do'stlar, 2 ga 3 joyingiz bo'lsa agar, mana shu tovuqlardan olib bemalol daromad qilsangiz bo'ladi. Avvalambor ko'proq olishni tavsiya qilamiz, chunki ko'pdan ko'p qoladi. Kamdan kam. Ko'proq olsangiz million daromad qilsangiz bo'ladi. Mana ukamiz o'zimiz ko'zimiz bilan guvohmiz. Oshlarga borsa biz 100 ming bersa 150 ming beradi. Men tovuq boqaman, men ko'proq beraman deb. Sizga ham mana shunaqangi bizneslar qiziq bo'lsa, hammalarga tavsiya qilamiz. Dastavkalari, eltib berishlari, bu haqida konsultatsiya berishlarini mana telefon raqamlarini qoldirib, bemalol aloqaga chiqsalaring, narxlar kelishilgan holda ekan, ha? Shu beramiz aytilgan summadan. Aytilgan summadan tushib berishadi, yetkazib berishlari hammasi kelishilgan holda bo'ladi. Aloqaga chiqinglar, o'zlarining raqamlarini qoldirdik. Ushbu ma'lumotimiz YouTube'da bo'ldi. Hammalarga kattakon rahmat.